Barber shop. 8-o'rin. Nimaga? Agar sizda eng zo'r sartaroshli, ya'ni barberlar bo'lmasa, bu biznes kasodga uchraydi. Gul do'koni. 7-o'rin. Nimaga? Chunki gullarning umri qisqa bo'ladi, ular tez so'lib qoladi. Fitness klub. 6-o'rin. Nimaga? Yirik tarmoqli brendlar, katta o'yinchilar desa, bozorning asosiy qismini egallab bo'lishgan. Qahvaxona. 5-o'rin. Nimaga? Raqobat juda kuchli va har doim ham yaxshi lokatsiya topish imkoni yo'q. Dorixona. 4-o'rin. Nimaga? Dorilarga har doim talab bor, lekin sizda tarmoqli dorixonalar bo'lmasa, daromadni unaqa katta olib kelmaydi. Cleaning, farroshlik. 3-o'rin. Nimaga? Hozirgi kunda bu o'sib kelayotgan bozor, lekin sizda B2B klientingiz bo'lmasa, buni ham daromadi uncha katta bo'lmaydi. Qurilish. 2-o'rin. Nimaga? Investitsiya uchun ham, yashash uchun ham turar va noturar obyektlarga talab juda katta. Oddiy misol, korobka holatda kvartirani olib, remont qilib sotsangiz, katta foyda ko'rsangiz ham bo'ladi. Xususiy bog'cha va maktablar. 1-o'rin. Nimaga? Hozirgi kunda bolalar ta'limi 1-o'rinda. O'ylaymanki, har bir ota-ona farzandini ta'limi uchun katta investitsiyalar qilishga tayyor.